Bolalikni eslang. Budilniksiz uyg'onardik. Ertalab yugurib va butun kun harakatda. Ruh uchardi. Tana charchoqni bilmasdi. Ovqatda qancha kaloriya borligini o'ylamasdik yoki nega bel og'riyapti deb so'ramasdik. Biz shunchaki yashardik. Energiya bizdan oqib chiqardi. Go'yoki tugamaydigan manba. Kofesiz, badlarsiz, motivatsiyasiz. Chunki hammasi qiziq edi. Biz chin dildan quvonardik. Ko'chadagi bir tayoqchadan, g'alati bir bulutdan, ko'lmakka yiqilganimizda ham, hatto muzqaymoq kutish sarguzasht edi. Keyin esa tashvishlar paydo bo'ldi. Mas'uliyat, rejim, stress, uyqusizlik, shubhalar va ayniqsa ichki ovoz doim tanqid qiladi. O'ynashga yo'l bermaydi. Harakatni o'tirishga almashtirdik. Spontanlikni jadvalga, quvonchni kechiktirishga, qiziquvchanlikni toliqishga. Endi miyamiz qizib ketgan jonglyor misoli. Hisob-kitoblar, deadlinelar, odamlar nima deb o'ylaydi degan g'amlar. Tanamiz esa kuchlanish va amalga oshmagan orzular ombori. Jigar hamma narsani filtrlaydi, faqat g'azabdan tashqari. Energiyachi u ketmadi. U bo'linib ketdi. Bir qismi og'riqdan himoyaga ketdi. Yana bir qismi boshqalarni kutganlariga moslashishga. Yana bir qismi o'tganlarni o'ylashga. Qolgan qismi shunchaki uxlab yotibdi. Asosiysi do'stim, energiya yo'qolmadi. U ichimizda. Lekin uni qaytarish uchun kofe emas, balki o'zingga rostgo'ylik kerak. Ruhingni, energiyangni so'rib oladigan narsalarni to'xtatish kerak va qayerga qalbing tortayotganini tingla. Yashayotganingni his qilmoqchimisan? Harakat qil. O'yna, adash, kul, yig'la, orzu qil, tavakkal qil. Ahmoqqa o'xshab qolamanmi deb qo'rqma. Balki aynan shunda eng katta kuching bor.